Bugun sizlarga mashhur rus yozuvchisi Anton Chexovning Kashtanka asarini tavsiya qilamiz. Kashtanka sadoqat, vafo va erkinlik haqida hikoya qiluvchi ta'sirchan asardir. Hikoyaning bosh qahramoni Kashtanka laqabli it bo'lib, uning hayoti va kechinmalari orqali kitobxon chin do'stlik, mehr, muhabbat hamda o'z uyiga bo'lgan sog'inchning qadrini his etadi. Asarni o'qir ekanmiz, ozodlik va hurlik har qanday boylik va qulay turmushdan ustun ekanligini anglaymiz. Muallif voqealar rivoji orqali har bir tirik mavjudot uchun sadoqat va vafoning naqadar muhim fazilat ekanini mahorat bilan tasvirlaydi. Kitob nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qiziqarli va ibratlidir. Shuningdek, unda Anton Chexovning boshqa hikoyalari ham jamlangan bo'lib, ular kitobxonni ezgulikka, mehr, shafqatga va insoniy qadriyatlarga chorlaydi. Aziz kitobxonlar, agar siz qiziqarli voqealar va chuqur ma'noli asarlarni sevib mutolaa qilsangiz, Anton Chexovning Kashtanka kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Mutolaa qiling, fikrlang va ma'naviy olamingizni boyiting.